Assalomu alaykum. Ertalabda ishlar boshlab oldik. Giloslardamiz. Giloslar pishgan. Akam. Assalomu alaykum. Akam Qirg'izistondan, menga qo'shnilar. Karavanda. O'zbekistonlik bir tug'an bordoshlarim, kelgilar, Angliyaga ishdagilar. Aka, nima qilyapmiz ertalabdan? Ko'rsating. Deventing deb aytiladi, shu och shamollatish. Giloslarga havo aylantirish. Bugun issiq bo'lar ekan. Ertalabdan shu ish mana. Gilos bo'ladamiz. Giloslar pishib yotibdi. Shu orasini ochish kerak, tevaga ko'tarib shamol aylanish uchun, tezroq pishish uchun. Bunday apparat bor. Kaltak. Netga qo'yiladi. Ko'tariladi. Tomonni ham ko'tariladi. Nima qilib ochish kerak, havo aylanadi. Bugun ishimiz ertalabdan giloslar, yana giloslarga